rahmatullohi barakatuh aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana 2026-yilning birinchi sadafli tori ustoz san'atkorga, yaxshi insonga yasaldi. Xorazmlik o'zlarimizning san'atkor og'amizga. Hammaga shunaqa yaxshi torlar nasib qilsin. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa foydali bo'ladi. Mana endi torning ko'rinishiga bir boshdan ahamiyat bersanglar, sadafli tor, kosani figurasini ishlanishi bizda Ozarbayjon torlaridek bo'ladi. Mana e'tibor bersanglar, ikkala tarafi ham bir xil. Mana sadaflariga ham bu torga bir oy davomida mehnat qilindi, oz ish qilinmadi. Mana yuraklardan ustidagi sadaflarga e'tibor bersanglar, sadaflari ham oddiy sadaf emas, kamlak rang berib turadigan, jilo berib turadigan sadaf. Torimizda kosasi tut daraxtidan, dastasi o'rik daraxtdan, golovkalari yong'oq daraxtdan bo'ladi. Biz torlarga necha yil desanglar, umrbodga xudo xolasa garantiya beramiz sifatiga. Endi xudo xolasa ovozlarni chalib ko'rsatishdan oldin sadaf ishlariga bitta ahamiyat berib o'tsanglar, mana quloqlariga ham, golovkaga ham qopqoqlik qilib qo'yildi. O'zlaringiz ko'rib bahosini berasizlar. Yoqqan bo'lsa, xudo xolasa fikrlaringizni qoldirasizlar. Ovozlari ham shunga yarasha jarangli bo'lib chiqdi. Hali yangi tor, chalingan sari zuvchanalari bundan ham ochilib, jarangli bo'lib boraveradi. Hali chalinmadi bu tor. Mana endi eshitib bitta baho berasizlar. Mana torlar ham ko'rishib. Mana jiloni qolish. Endi biz ham ustachilik qilgandan keyin qo'llar ham formadan chiqadi. Shuning uchun ko'p xato qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz chalganimizda.
xohlasa yangi torlarimizni ham ichki jarayonlarini boshlab oldik. Navbat bilan xudo xohlasa hammaga zakaz bilan yasab beramiz. Mana zatniklariga ham yozib berdik. Komiljon Kajang ustozimizga Xonqoli san'atkor og'amiz Komiljon og'a shu torimiz yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xursandmiz. Xudo xohlasa shu torlarda ijod qiluverish nasib qilsin ustoz san'atkorga. Kimga xudo xohlasa shunaqa yaxshi torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, обязательно bizga bog'lanishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa raqamlarimizni qoldiramiz. O'zlaringiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.